Sud tizimida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash fuqarolarning sud hokimiyatiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Sudyalar qonunchilik tamoyillariga tayangan holda ish yuritmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sud raisi Ulug'bek Oripovning fuqarolarning qabul qilish jarayonida va sud protsesslarida qatnashdik. Fuqarolarning har bir savollariga qonun doirasida javob berishi, sud jarayonida har ikki tomonning fikrlarini inobatga olgan holda qaror chiqarmoqda. Meros, aliment, ajrim, oilaviy nizolar bu albatta ba'zida yillar o'tsa-da oxiriga yetishi mushkul bo'lgan masalalar fuqarolik sudining zimmasidadir. Ish yuzasidan sud protsesslarida qatnashganimizda sudyalar yelkasida juda og'ir bo'lgan mas'uliyat yuki jigarlar tortishuvi toliqtirganda ham dadil fikr bilan faqat qonun ko'rsatgan yo'ldan mardonavor odimlaydi. Alisher Abdullayev, jonkuyar, mulohazali, mas'uliyatli, har bir dalilga sinchkov nigoh tashlaydi. Sudyaning ichki xotirjamligi va matonati to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi har doim. Hozirgi kunda sud huquq tizimidagi tub islohotlar, qonunchilikka kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar sudyalarning adolatli qarorlari tufayli sud tizimiga fuqarolarning yanada ishonchi ortmoqda.